Bu kishini orqasidan ko'taradigan inson bo'lmagan. Kimlardadir konsert fonogramma bo'ladi, lekin o'sha 10 kunlab ham konsert beradi. O'shaning uchun ko'pchilik xonandalar o'sha eshitmadim, yaxshi bo'lmadi deydi-yu, u tajribasizlikdan. Ha, sanamjon necha? Ko'rdingizmi ota o'g'il, ancha pastmikan? Hozir bir ijodiy bir duel qilmoqchiman. Menimcha u bahona u, hali apparat boshqa, bu boshqa deydi-yu. Qaraqda qishlog'imizda ko'p bir avtobus mashinada keldik biz. Ammo lekin zo'r o'tdik. Shoir inson albatta kitob va dori olib yuradi. Agar u balkim meni o'g'lim bo'lmasa, voy ana savdo. Masalan, bar qo'shig'imni aytishni bilmaydigan aytsam, voy zo'r aytyapti deydi, ko'rdingizmi? Dadam diapazonlari bilan meniki 2 xil. O'zim bilaman qanaqa qilib aytishdi. Trampni konsertning zalida birinchi bo'lib biz o'zbeklar konsert qildik deb. Otang o'tsa sanchar ular kamonini, yig'lab hidlagaysan choponini. Sal miyamga dam berib, tomoqlar shishib ketib, ertalabgacha Osmondagi oy bosh esa Bor edi, yuragimda joy. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazda Intervyu TV Live kanali hamda Feruz Muhammad. Biz Xalqlar do'stligi san'at saroyidamiz. Bugun, aniqrog'i kechadan avval kun, bugun va ertaga Xalqlar do'stligi san'at saroyi jonli kuy va qo'shiqlarga to'ladi. Sababi jonli ijro jangchisi, katta san'atkor Xurshid Rasulov o'zining 4 kunlik katta konsert dasturini taqdim qilmoqda. Konsert dasturi to'liq jonli ijroda bo'lib o'tyapti. Biz dasturning 2 va 3 kunida mehmon bo'lib, qiziqarli jarayonlar, intervyulardan iborat katta reportaj tayyorlashga harakat qildik. Yaqin daqiqalar, balkim soatlar ichida bizdan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. To'liq 8 yil deganda biz Xurshid Rasulov bilan juda ham katta intervyu qilganmiz. Tez kunlarda, Xudo xohlasa tez kunlarda Intervyu TV kanalida ushbu intervyuni ko'rasiz. To'g'risi 8 yil juda ham katta muddat, lekin o'ylaymanki, bizni ham, sizni ham kutganingizga yarasha juda ham bir katta intervyu bo'ldi. Nasib bo'lsa uni ko'rib o'zingiz baho berasiz. Hozir esa jonli ijrodan jonli reportajimizni kutib oling. Biz boshladik. Mani jigarlarim, qarindoshlarimdek bo'lib qolgan, yaqinlarim deydi-yu. Kecha kelmaganingizga men aytdim uka dedim. Shashlik qilib bermaganiga xafa bo'lib ketdi dedim, qalaysiz. Shashlik qilib beraman, kelib turavering. Sizlardan aylansin, qo'yam so'yaman kerak. Birinchi kunda bar bosim ko'p bo'ladi, yugur-yugur ko'p bo'ladi. Bosim bizda yo'q, bosim. Hali juda hayajon bo'ldi o'zim bilan o'zim. Hali unisi o'tirdi-yu, gaplashmaylik dedim. Nimagadir konsertga chiqaman. O'sha. Sal miyamga dam berib, baribali xalq oldiga chiqib qo'yapti. Nimada qalaysizlar? Assalomu alaykum. Salomat. Birinchi kun odatda tayyorgarlikning oxirgi kuni konsertning birinchi kuni hisoblanadi. Nima bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Kechadan hali muxlislar ham o'zimizga o'xshagan hali nima odamlarda. Albatta. Muxlislar, Xudoga shukr. Eng muhimi shu yaxshi bo'layotgan bo'lsa,
ko'nglingiz so'rayotgan bo'lsa bo'ldi. Yo'q, ko'ngil joyida, xudoga shukr. Mana jintirada keldi yo'q, o'shani hali aytgan gapimda, hali kichkina o'g'lim kelgan ekan. Dada, mashinangiz qayerda? Da turibdi dedim joyida. Minoram, ha minoram, o'g'lim minib ketman. Biz mashinalarimiz bor edi, keyin kuldirib. O'shanga mashinada bas. Albatta, joni davom bo'lsin. Uning uchun ham kelmaydi. Men aytdim, qo'ysa kerak. Olmaylar. Charchamasdan. Joy yaxshimiz, salomatmiz. Tempa. Yo'q, repetitsiya qilib turadi. Yo'q, tushundim, mayli repetitsiyada. Temp olma pas. Yo'q, 135 pas. 140 bo'lish kerak, ana nimani tempaga olib chiqish kerak-da, hani. Ha, sanamjon necha? Ko'rdingizmi, ota o'g'il, ancha pasmikan. O'shanga olib chiqmasang tashavoradi, odamlar yana bo'lsa bosim bo'lib tashavoradi. Shu azart ketaverish kerak. Tushundingmi? Bo'ldi, shu boshqa gapsiz yo'q. Mana yana bitta. Bunaga bitta serial qilamiz. Yaxshi Sabah qalaysan? Assalomu alaykum. Ha, bir marta chiqishing kam bo'lmay, ikki marta chiqsin. Ha, bo'ldi, o'sha gap. Faqat fayz. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Choydan qo'yib. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ular hammamiz bitta joyga tiqilib qolamiz-da. Ana qanoti bo'sh qolib ketibdi-da. Shuni o'rtaga yurib oling-ya, iloji boricha-da. Keyin gapir-ya. Xo'p. Ertaga bemalol. Qarang, boshqa kunlardan ham foydalanasizlarmi? Rahmat sizlarga. Zo'r o'tsin. Kecha yomon o'tmadi, adashmasam. Bugun undan ham zo'r bo'lsin.
boshqa ketyapti. Bunday qilamiz, shoshilib bo'lmasa. Vafoli ayollardan keyin chiqyapman. Vafoli ayollardan keyin chiqyapsanmi? Xurshidbek aka, nima kechagi repetitsiyadan keyin nima e'tirozlaringiz, Yo, e'tiroz yo'q. Aha. Ketaverasiz. Sardorbek 2 marta tushar ekanlar, uni aytishdi. Yana yo'l-yo'lak. chiroyli bo'lib tursangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Nimani sho'rlar o'zim chaqirib. O'zingiz taklif qilasiz, o'rniga qarab, xo'p bo'ladi. Gap bo'ladi. Isroil aka, qanchada boshlaymiz? Bo'ldi. Bo'ldi. Unda bo'lagi ekib, chang tegishi bilan. Qalasizlar, yaxshisiz. Bugun syomka shular bo'lib hammamiz xabarda o'zi sharmanda bo'lsin, o'zimiz yorishib, o'z dushmanda oldida muxlislarimizni ko'nglini olish hammamizga nasib bo'lsin. Anaqa, Alex, keling, tayyorlanib turaylik. Ana Sardorbekka bitadigan bo'limimizda. Birinchi o'tishimizdami? Ha. Aha. Nima deysiz? O'sha ma'qullar. O'sha ma'qul bir tarafdan. Ha, chunki hali baribir ungacha ham hali shoshilib qoladi. Kimlar bilandan keyin birinchi blok yakunlanadi. 8tami, 9ta qo'shiq. Ha. Bo'ldi. Kechagi she'rda sekin chiqib boraveraman. She'r o'qib bo'lgandan keyin qo'shig'ingizni boshlab yuborsangiz ham, e'lon qilmasangiz xafa bo'lmayman. O'sha kayfiyatda boshlashingizni xohlayman-da. Xo'p desangiz. Sog' bo'ling, rahmat. Yigitlar, ikkita chang, ikkinchi changga ulaverasizlar. She'rda tushiramiz. Ochganda. Ha, yo'q. Bizni taklif qilaylik. Kutib oling, sahnada ajoyib san'atkor, xushomad xonanda Xurshidbek Rasulov. Ochig'ini aytaman, bu hozirgina, bu fikr, bu g'oya hozirgina keldi va bunday insonlarni har doim ham har yerdan ham topolmaganligimiz uchun vaziyatdan maksimal darajada foydalanishga harakat qilyapmiz. Biz Xurshid Rasulovning konsert dasturidamiz. Xullas, shoir Mirzo Karim hamda A'zam Mahmudlar bilan birgamiz, xudo xolasa. Hozir bir ijodiy bir duel qilmoqchiman. Chunki ko'ryapman, sahnada Xurshid yo'q, haqiqiy duel emas. Bu yerda miltiqlar yo'q, pistoletlar yo'q. Albatta 18-asr emas. Xurshid Rasulovning konsert dasturida Xurshid Rasulov nomi bilan birgalikda Mirzo Karim hamda A'zam Mahmud nomlari
eng ko'p yangragan bo'ldi-da sahnada. Bu o'z-o'zidan va ularni ijodlarini o'sha asosanchilari, she'rlari tashkil qiladi va yana bitta narsani alohida ta'kidlashim kerak. Bu sahnada shoirlar chiqishi kamdan kam kuzatiladi. Kecha ham ko'ryapman, birinchi kun ham xuddi shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Juda katta fayz oldingizlar. Mana bugun 3-kun. Haqiqatan ham odamlar mazza qilib she'r tinglashyapti. Ko'pchilik aytadi-da, she'r tinglamay qo'ydi, she'r o'qimay qo'ydi deb. Yo'q, men o'ylaymanki, mana bizlar xudo xolasa o'sha sizlar chiqishlaringizdan ham qo'yib ketamiz. Ancha yillik hamkorlarimiz, akalarimiz, do'stlarimiz shularni davraga taklif etaman. Qarshilik ostida shoir Mirzo Karim aka va Azzam Mahmud shoirlarning ikkaladan chiqishyapti. Bittadan she'r o'qituvchilar sizlarga tabriklab kelishlarini salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Marhamat. Rahmat Xurshid. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Muxlislaringiz bundan-da ko'paysin. Juda ham fayzli chiqishlar bo'ldi. Xullas, she'riy duel faqat Xurshid Rasulov ijro qilgan qo'shiqlarga asos bo'lgan she'rlaringizdan o'qib bersangiz. Endi bu nima deydi? Nomi duel. Bu yoqda hech qanaqa bir raqobat yoki boshqa narsa yo'q. Biz maza qilmoqchimiz. She'r tinglab. Kimdan boshlaymiz? Aha. Rahmat. Feruzbek, avvalo hozirgi kunda she'rni hamma joyda ham eshitmaymiz dedingiz, lekin ana shu internet tarmoqlarida ham shu Feruzbekni sahifalardan boshqa joyda she'rni o'zi kam, bir ijodiy ishlarni o'zi kam. Sizni ham ishlaringizga rivoj tilaymiz. Albatta biz bu kunlarni Xurshidbek bilan orzu qilganmiz. 30 yillik davr, 30 yillik yubiley bu kunlarni orzu qilganmiz. Alloh shu kunlarga yetkazganiga shukr. O'sha qachondir biz ham qo'shig'imizni kimdir eshitarmikin deganmiz. Mana bugun butun xalqimiz, nafaqat O'zbekiston, balki mana yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida konsert berib kelishdi. Juda ham faxrlandim. O'zim bormasam ham so'zim bordi. Kechagidek yodimda bari, armonlari qiynab o'tadi. Qaytib ketgan bahor singari, yoshlik bizni tashlab ketadi. Kimga yoqib baxt chirog'ini, kimga tutib ishq sharobini, qalbga solib so'ng firog'ini, yoshlik bizni tashlab ketadi. Yuzlari gul, so'zlari asal, go'zal bo'lgin bir umr go'zal, chiroyingga bitguncha g'azal, yoshlik bizni tashlab ketadi. Bo'y egilib oqaradi soch, yomon hislar yuragimdan qoch, davr ekan Mirzo ne iloj, yoshlik sizni, yoshlik bizni, afsuski barchamizni tashlab ketadi. Rahmat bo'lsin. Men xohlasangiz o'zim tutib o'tiraman mikrofonni. Mayli. Qaysi qulay bo'lsa shu. Endi she'r o'qiraymi yo gapiraymi men ham? Xohlasangiz ustoz gapir bo'ldi, hamma gapni. Biz ham sizni kuzatamiz. Muxlislaringizdanmiz. Endi Xurshid akam haqida gapirish, maqtovga haligi ehtiyoji yo'q-da Xurshid akamni. Har qancha maqtasang ham kam deb turaveradi baribir. Xullas, ustozni mehnati juda katta Mirzo Karimda. Buni e'tirof etmay iloji yo'q. Endi biz ham qo'ldan kelgancha yozgan she'rlarimdan mayli aytib beraman. Gohi shunday paytim keladi. Sizga bir gap aytkim keladi. Qursin ko'ngling ko'chasi demang. Yoshligimga qaytkim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. Quchib yig'lagim kelar. Yoshligimga qaytkim keladi. Onam yopgan issiq nonlarni eslab do'stu qadrdonlarni sog'indim-da o'sha onlarni. Yoshligimga qaytkim keladi. Olislardan chorlar bir nigoh, qaytolmasam mendami gunoh, ilk sevgimga birinchi guvoh, yoshligimga qaytkim keladi. Umr asli 5 kunlik safo. Gohi safo, gohida jafo, tashlab ketgan o'sha bevafo, yoshligimga qaytkim keladi. Siz ham mendek ezilgan chog'da kezganmisiz xazonli bog'da, qumsab azam yuragi dog'da, yoshligimga qaytkim keladi.
Yashang. Rahmat. Bor bo'lsinlar. Rahmat. Endi sizdan. Yoqarmikin sizga baytim malikam, o'zim gado bo'lgan paytim malikam, sevmayman sizni deb ayting malikam, mening oromimni qayting malikam. Qachon yo'lim tushdi kashonangizga, qachon ko'zim tushdi chiroyingizga, qachon yo'lim tushdi saroyingizga, mudom ko'z tegmasin begoyim sizga, mening oromimni qayting malikam. Yutdi Osmondagi oy, bosh esa bor edi, yuragimda joy. Siz-ku bexabarsiz mendan hoynahoy, mening oromimni qayting malikam. Sevgi farq etmagay shohu gadoni, men ham bir bandasi qodir xudoni. Af eting bir ko'ngil qilgan xatoni, mening oromimni qayting malikam. Rahmat kattakon. Qarsaklar. Hozir bu yerda onlayn qarsaklar davom etyapti. Layklar, izohlar davom etyapti. Xudo xolasa. Bitta narsani aytmoqchiman. Shoir har doim yonida ikkita narsani olib yuradi. Bittasi mana hozir ko'rsatadilar. Kitobmi? Kitob, ikkinchisi hozir ko'rsatdingiz-ku. Dorilaringizni ko'rsatdingiz-ku. Yurak og'riq Dorilarni shogirdga berib qo'ydim. Kitobga bering, doridan ko'ring. Kitobni ham, dorini ham olib keling bu yoqqa. Ya endi yoshga ham qaranglar-da endi Ular mana bitta mayli nomini ko'rsatmasak ham shoir inson albatta turadigan dori yo'qmi? shoir inson albatta kitob va dori olib yuradi. Shunaqa endi yurak biroz nozikroq bo'lib qoladi-da, shunaqami? Shunaqa. Endi sizdan. Dorilar endi kun kelib menga ham kerak bo'ladi, kerak bo'lmasin-ku, lekin hozir kerak emas. Hiç gülü sana, yanımıza
Kıskanlıydı gezilgen çağda Kezgensiz hazonlu bağda Kumsal hassan Yüregi dağda Yoşligim ya Qaytkim Yoşligimga Qaytkim keladi Yoshligimga qaytgim keladi Sog'inganida o'sha onlar Yoshligimga qaytgim keladi Muxlislar asosiysi Xudoga behisob shukr yaxshi muxlislar hammasi shu nima deydi kelganlar olqishlab turishibdi. Endi bundan xursand ham bo'lyapman va bundan sal qiynalgan tomonim shu adashmaslikka harakat qilib. Endi jonlida baribir ko'proq adash bo'ladi-yu, lekin shu fikri hayolim shu 3 soat yo 2,5 soat konsert bo'lgan bo'lsa, o'sha faqat shu meni ishim shu muxlislar bilan ishlashda, shularning ko'nglini olish bo'ldi-da. Harakat qildim-da, endi qo'limdan kelgancha. Endi baribir bahoni muxlislar berishadi-da. Bahor oyi shunaqa oyki, havosiga tushunib bo'lmaydi. Endi Xudoning bergan havosi. Misol hozir ayni paytda ko'pchilik havo biroz sovuq qolganiga shamollab ulgurdi, qanaqadir gripp bo'lgan misol. Men o'zim shamollaganman. Jonli ijroni konsertni kuni baribir oylar, bir necha oylar avval belgilanadi. Ob-havoni bilib bo'lmaydi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Sizda bu vaziyatga, bu ob-havoga tayyorgarlik qay darajada edi? Yo'q, endi tayyorgarlik albatta bo'ladi, chunki ilojini boricha shamollamaslikka, kasal bo'lmaslikka harakat qilinadi. Buni oldini olish kerak. Chunki jonli ijroda e'lon qilingandan keyin kasal bo'lasizmi, kasal bo'lmaysizmi, haqqingiz yo'qda, uni fonogramma qo'yib yuboramiz. Chunki u monopoliya degan narsa bor. Ertaga monopoliya baribir bu deydi, jonli reklama qilib qo'yib, fonogramma qo'yapti-yu degan gap ham bo'ladi. Shuning uchun ilojini boricha baribir kasal bo'lmaslikka harakat qilamiz. Agar mabodo kasal bo'lib qolgan taqdirda ham baribir aytish kerak. Iloji yo'q. O'zi shunaqa holatlar bo'lganmi? Kasal bo'lib turib bo'ladi menda. Bunaqa kasal bo'lib ham to'y o'tkazib ketaveraman. Endi unda o'zim bilaman qanaqa qilib aytishdi. Eplayman baribir. Yillar tajribasi bor. Tajribasida bor baribir. Bo'lgan, ko'p bo'lgan bunaqa. Tomoqlar shishib ketib, ertalabgacha tuzatib yana borilgan joylari ham bo'lgan. Xo'p, san'atkor uchun 100% jonli ijro berish jasoratmi, mehrmi, o'zini ko'rsatib qo'yishmi yoki majburiyatmi? Yo'q, mehr. Mehr. Xohlagan odam beradi, xohlamagan bermaydi. Men xohlayman, o'zim maza qilyapman-ku. Demak, o'zim avvalo o'zim maza qilganim uchun jonli ijroda konsert beryapman. Bu unisi endi muxlislarga havola. Masalan, bir narsa ham bor-ku. Fonogramma bo'lsa ham muxlislar kelaveradi. Kimlardir konsert fonogramma bo'ladi, lekin o'sha 10 kunlab ham konsert beradi. Ularda ham o'ziga yarasha muxlisi bor-da. Endi bizniki baribir menimcha fonogramma qo'ysak kelmasa kerak. O'sha asosan kelayotgan muxlislar ham mana ko'rdingiz, birga aytyapti, birga o'ynashyapti. Bu endi muxlislarim jonlida o'zimizga o'xshagan. Shunaqa. Xo'p, hayotingiz davomida eng o'xshamagan konsert qanaqa? Unaqa bo'lmasin, iloyim har doim o'xshasin deyman. O'zi siz uchun misol zo'r o'tgan konsert sifatlari qanaqa? Yo'q, hamma konsert har xil bo'ladi. Uni mana bu konsert bunday, bu konsert bunday demaysiz. Har bir kunda qaytarilmas kuni bor. Bu masalan o'sha ruslarda biz pavtariymi deydi-yu, har bir kunimiz ertaga qaytmaydi-yu. Har bir kunimizga Allohga shukr qilamiz, har bir o'tgan konsertlarimizga ham shukr qilamiz. Ozmi, ko'pmi, hammasiga shukr. Kechirib ketsa sabr
gapirgan osmon qulab tushar yerga birga ulab olmasak birga nega sendan kechib bo'lmaydi Sidrik zulmi oldim qasamdan qaytaman turshashdu sadandan juda zor kechding sen mendan nega sendan kechib bo'lmaydi Sidrik zulmi oldim qasamdan qaytaman turshashdu sadandan juda zor kechding sen mendan nega sendan kechib bo'lmaydi O'zi tayyorgarliklar qanaqa bo'lgan edi? Xo'sh, tayyorgarlik endi shu ro'za, muqaddas ro'za oylari bo'ldi. Ramazon oyida shu ham ro'za tutdik. Endi xizmatlar yo'q, to'ylar yo'q. O'sha sozandalarimizga ham bizga ham ma'qul keldi. Shu ro'za oyida asosiysini o'tkazdik. Shu asosiy endi yaxshi nima deymiz? Yengillik bo'lgan tomoni endi eski qo'shiqlar bo'ldi-yu. Ha, shuning uchun. Lekin musiqachilar ko'proq ishlashdi. Endi dadam tayyor edilar. Ha, to'g'ri. Endi ba'zi bir musiqachilar yoshlar bor edi avvaldan. Yo'q, hozirgi musiqachilarimiz asosiy shu nima deymiz, yangi pokoleniya deymizmi o'sha? Yangi avlod, yosh yigitlar. Shu ukalarim desam bo'laveradi. Endi dadam mana xarakterlar bor. O'sha yoshlarni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladilar. O'sha yigitlarga menga bergan, menga qanaqa mehribonchilik qilsalar, ularga ham shunaqangi bir tavsiyalarini otasidek kerak bo'lsa otasi gapirmaydigan gaplarni ham bir o'zlari bilgancha gapirib o'tadilar. Siz o'zingizga nima qiyin taraflari bo'ldi, nima yengil taraflari bo'ldi? Qiyin tomonlari deydigan bo'lsak, endi dadam diapazonlari bilan meniki ikki xil. Endi yoshga qarab turib bo'ladi. Shuning uchun 4 kun 5 kun musiqachilarimiz bilan birga repetitsiya qildik. Dadam diapazonlarida qildim. Ayta olasiz, lekin qiynalasiz. O'sha tomoni qiyinchilik bo'ldi. Keyin shu. Xo'p, mana bugun 3-kun xudo xolasa. 3 kunda baribir xato va kamchilikni bir musiqiy bilimga ega bo'lgan insonlar payqamasa, boshqa odam payqamaydi. O'zingizdan o'tganni o'zingiz bilasizda, misol uchun. Nima xatolaringiz bo'ldi, nima kamchiliklaringiz bo'ldi, nimadan ko'nglingiz juda ham to'ldi? Endi qanaqa desak bo'ladi? O'sha boshda chiqqan paytim bir Nechanchi kunda? Birinchi kuni. Endi monitorda boshqacha eshitiladida. Endi bu yerdagi apparaturalar juda ham qimmat apparatura, dunyo standartiga javob beradi, aniq ishlaydi, aniq ishlash kerak. Endi o'sha xalqlar do'stligi saroyida vertushka degan narsasi bor, otib olasiz, 2 sekunddan keyin qaytib keladi, taxminiy ishlaysiz. O'shaning uchun ko'pchilik xonandalar o'sha eshitmadim, yaxshi bo'lmadi deydi-yu, u tajribasizlikdan. Endi bu yerga ko'p chiqorsiz, o'sha o'zingizdan bilasiz. Avazoxonning konsertlarida chiqqanmiz 6 kun. O'sha bizga yaxshi tramplin bo'lgan. Jonli ijroda bo'lgani uchun zo'r chiqqansiz. Ha, yaxshi bo'lgan. O'sha bizga bir tajriba bo'lgan. Endi hamma narsada baribir tajriba kerak bo'ladi-da. Birinchi kunda shu holat bo'ldi, ikkinchi shunaqa bo'ldi, lekin sahnadan olingan videolarni ko'rdim, yaxshi. Endi qo'ldan kelgancha natija Allohdan, biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bahoni muxlislarimiz berishadi.
Xo'p, o'zi san'atdan ko'zlagan niyatingiz, oliy maqsadingiz nimada? Oliy maqsad qiyin savol. Endi tarixda o'chmaydigan, yillar davomida o'chmaydigan bir yaxshi qo'shiqlar o'zimizdan qoldirishda. Bir ma'nilik, xalqimizga foydasi tegadigan, bir insonlar eshitganda o'shandan bir ma'no oladigan. Dadam aytadilar, o'sha so'zi yaxshi bo'lsin qo'shig'ing deydilar. Musiqa eskiradi, aranjirovkalar eskiradi yil o'tgan sari, lekin so'zi yaxshiligini hisobiga uzoq yillar yashaydi. Endi yaxshi qo'shiqmi, yomon qo'shiqligini yillar o'zi ajratib beradi. Bahoni yillar qo'yadi. Ha, yillar qo'yadi. O'shaning uchun bugun retro qo'shiqlar demak hammasi yaxshi qo'shiqlar. Albatta, yillar so'ronidan o'tgan, yillar elegidan o'tgan qo'shiqlar. To'ppa-to'g'ri. Hidlab sochim bo'yigacha kuzatdim uygacha to'yga aytdim qandoqchiday sevgilimni to'yigacha aramaydi ko'z yoshlarim dilga sig'mas dildoshlarim yetarmikan Xo'p, endi san'atda juda ham bir sifatli harakat qilish yaxshigina narx-navoga, yaxshigina pulga borib taqaladi. Xarajatsiz harakat nolga teng deyshadi. Va bugungi kunda qay darajada o'zingizni ijodingizni o'zingiz qoplay oladigan harakat qilyapsiz yoki hali ham Xurshid Rasulov sizga homiylik qilyaptimi? Endi qanaqa desak bo'ladi, bir kliplari juda bir yaxshi, sifatli yoziladi. Qo'shiqlar zo'r joyda yoziladi. She'ridan tortib musiqasi hamma studiyasigacha, musiqa sayqaligacha juda sifatli. Bu baribir kichkina pul bo'lmaydi. Endi o'sha 2018-yildan beri nima deymiz, ko'chadan topganimizni ko'chaga sarflayapmiz. Demak, o'zingiz topib, o'zingiz harakat qilyapsiz. Ko'pchilik o'ylaydi, endi Xurshid Rasulov davrida maza qilib, maza qilganlikda endi to'g'rida. Yo'q, o'sha 2018gacha hozir ham maza deb qo'yaveraylik. Albatta, ota boraligi. Yo'q, men faqat ijodiy moliyalashtirishga o'sha endi o'zimiz
Yaxshi. Shuning uchun haligi bir xilga aytishadi, nimaga haligi bir har hafta bir klip chiqarmaysan yoki endi uni deyman, u o'ziga yarasha hali xarajatlari bor uni. Endi men o'g'lim turib hali bir berib qo'yadigan bor endi. Qanaqa qilsak bo'ladi? Adashmasam diplomingiz, ya'niki o'qigan oliygohingiz, universitetingiz butunlay boshqa, san'at sohasi. Yo'q. San'at sohasi? Ha, madaniyat institutida. Ha, yo'q, bo'ldi. Ancha bo'ldi gaplashmadik o'sha. To'g'ri, yuridiskiga xohlashgan, lekin siz unga xohlamagansiz. Shunaqa. Shu madaniyat, san'at va madaniyat institutida o'sha bakalavr ham bitirdik, magistraturani ham bitkazib oldik. Shu ustozimiz Orol Mirzo Safarov, O'zbekiston xalq artisti, ularning qo'llarida shu qo'ldan kelganchalik tahsil olib. Xo'p, o'zingiz uchun qanday o'tgan konsert juda ham bir a'lo darajada o'tgan hisoblanadi? Qanaqa ma'noda? Umuman, hamma taraflama siz uchun qanaqa konsert bu, mana shu konsert zo'r bo'ldi deb hisoblaysiz o'zingiz uchun? Endi muxlislar baho beradi-da, baribir u masalan bizga yoqmagan narsa, hali qo'shiqlarda ham bo'ladi, o'zingizga yoqmagan qo'shiq bo'ladi-da, ommalashib ketib qoladi. O'zingizga yoqqan qo'shiq bo'ladi, bir aniq mana shu qo'shiq yaxshi ketadi deysiz, yaxshi ketmay qoladi. Xuddi shunaqa narsa. Ochig'i Xurshid Rasulov qanaqadir kiyinishga, imidjiga, unaqa narsalarga e'tibor beradilar deb o'ylamayman-da. Imkon qadar o'sha xalqona uslubda yuradilar, xalqona uslubda yashaydilar. Joy, davra tanlamaydilar. Sizda lekin baribir ko'rinishga, kiyimga, umuman tashqi ko'rinish va imijga e'tibor kuchliroq. Endi nima desa bo'ladi, bir endi shu paytgacha men bir o'ylab qoldim-da, mana bunaqa narsa bo'ldi yaqinda. O'sha bir ijodimni ham bir orqaga qaradim. Nimalar qilganmiz, bundan keyin nima qilmoqchimiz, o'shanga qarab turib shu paytgacha masalan 2018-yilgacha ham otam eng yaxshisini hali qildirganlarda, klipni ham eng yaxshisi, aranjirovkani ham eng yaxshisi, o'sha she'rni ham eng yaxshi studiyada yozganmiz, eng yaxshi klip mekerga o'sha o'zini har bitta davrning o'zini bir yaxshi klip mekeri bo'ladi. Yaxshi aktrisasi, aktyori bo'lgan. Keyin shunda nima qildimda, undan keyin ham o'sha yaxshilarini qilishga harakat qildikda. Demak o'yladimki, o'sha endi shu paytgacha otam eng yaxshisini qildirganlar, undan keyin ham o'sha muxlislarimizga eng yaxshi ijodni bir taqdim etamiz. Chunki otam haligi eng degan so'zni yaxshi ko'radilar. Eng zo'ri bo'lgan bo'lsang, qanaqa kasb qilishingdan qat'iy nazar eng zo'ri, eng yaxshisini qilishga harakat qilgin. Bir ish qilsang yurakdan haligi qilgin deb aytadilar. Avvalo hozirgi kunda ham o'sha qo'shiqlarni kamroqligiga sabab avvalo o'zingiz maza qilishingiz kerak-da, ko'nglingiz to'lishi kerak. O'sha darajaga yetgungacha harakat qilyapmiz. Natijasi Allohdan, Xudo xolasa baribir yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, albatta. Qarang mana. Mana shu qo'shig'im mosda bo'laveradi. Bo'lmasang ham bo'laveradi. Bo'ldiraman desa Xudoyim, bo'lmasang ham bo'laveradi. Duelimiz davom etadi. Zeriktirib qo'ymaymizmi? Yo'q. Menga juda yoqadi, Xudo xolasa hammaga yoqadi.
uzoqlashib ketyapmiz-da. Ha, endi muxlislarga o'zingiz aytdingiz-ku, she'r eshitmay qo'ydi. Yo'q. Bizni muxlislar eshitaveradi. Albatta eshitadi. Millionlab odamlar eshitgan-ku. Millionlab. Uzoqlashib ketyapmiz deb aytib beraymi? Go'zal. Bu dunyodan sarosar yurib yelib o'tyapmiz. Ko'rinib tur, birodar, uzoqlashib ketyapmiz. Goh qochgani urinib, goh borgani erinib, yaqin kabi ko'rinib, uzoqlashib ketyapmiz. Jigarlarim opchib birga o'sdik, chopishib, endi eshik yopishib, uzoqlashib ketyapmiz. Men yuribman ne ko'yda, ayolim sen ne o'yda, yashab turib bir uyda uzoqlashib ketyapmiz. Kim chopadi to'riga, kim dala, kim o'riga, bo'lingan yem bo'riga uzoqlashib ketyapmiz. Yaxshi kunda bilgina, kelmaganam kimgina, og'ir kunda jimgina uzoqlashib ketyapmiz. Azam so'zing haqiqat, har nafasing g'animat. Dorini ko'rib esimga tushib qoldi-da. Qayga ketsak ham faqat uzoqlashib ketyapmiz. Ko'rinib tur birodar, uzoqlashib ketyapmiz. Mana shu she'r qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu she'r yillar o'tgani sayin yangilanib, men bu Xurush aka bilan katta intervyuda ham shu gapni aytganman. Hali endi chiqadi xudo xolasa intervyumiz. Yildan yilga aktual bo'lib, qiymat oshib ketyapti-da. Afsuski yildan yilga uzoqlashib ketyapmiz-da. Shunaqa bo'lyapti-da. Shunaqa bo'ladi. Rahmat kattakon sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Yo'q, hali yana davom etamiz. Kitobdan foydalanaman endi. Qarichilik, afg'onchilik. Har ishki bir kuni ayon bo'ladi. Alloh dargohida bayon bo'ladi. Bu dunyo shundayin ajab dunyodir. Ilonning bolasi ilon bo'ladi, chayonning bolasi chayon bo'ladi. Nogoh Tilding birodar, o'z holingga o'zing kulding birodar, achchiq haqiqatni bilding birodar. Ilonning bolasi ilon bo'ladi, chayonning bolasi chayon bo'ladi. Hamisha aylayot yetti yodingni, pushtingni, yerdan chiqdingmi yo ko'kdan tushdingmi? Yuragingni siqma, qisma mushtingni. Ilonning bolasi ilon bo'ladi. Har quchoq ochganni oshnoga olma, har kimni har qoshi kamonni layloga olma. Har yaxshi yomonni parvoga olma. Ilonning bolasi ilon bo'ladi, chayonning bolasi chayon bo'ladi. Ha, bu nimada? Ha, mana. Va yana bitta narsa, albatta shoirning yonida kitob bo'lish kerak, dori bo'lish kerak va ko'zoynak bo'lish kerak. G'anim yaqin yo'l olmaydi darvozanga. Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa. Jigarlaring ko'nar aytgan murosanga, otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa. Otang o'tsa sanchar ular kamonini, yig'lab hidlagaysan choponini. Uxlaganda o'pib qo'ygin tovonini, otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa. Onang xursand, o'tlar yoqar o'chog'iga, erkalaysan kirib olib quchog'iga, arzimaydi qolgan umring shu chog'iga. Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa. Otasizda o'ziga ishonch qayda? Og'ir kunda suyangani suyanch qayda? Bundayin baxt qayda? Bunday quvonch qayda? Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa. Otang o'tsa turfa yo'lda surinasan, o'zing yo'qni yondiray deb urinasan. 60 da ham 30 yoshday ko'rinasan. Otang bo'lsa agar do'stim, otang bo'lsa. Otangdan so'ng umring tuman tutun bo'lar. 30 ga ham kirmay tanang o'tin bo'lar.
iliging to'q hamda bag'ring butun bo'lar otang bo'lsa agar. Do'stim, otang bo'lsa. Otasi bor bo'lsa rangi to'zarmidi? Azamni ham ishi unib o'sarmidi? Qamchingni bos, birov yo'ling to'sarmidi? Otang bo'lsa agar, do'stim, otalaring bo'lsa. Otalarimiz sog' bo'lsin. Go'zal. Katta rahmat. Qaniydiya. Katta rahmat. Shu she'rni ozgina tarix haqida gapirib bering. Ilhom manbai nima bo'lgan? Endi ilhom manbai otadan ayrilishda. O'sha yuragingda shuni his qilmagungacha otang yoningda turganda hech qachon buni his qilmaysan-da. Ertaga o'lib qoladi demaysan. 80 da o'tgan otam rahmatli. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Lekin o'shanda ham yashab ketadi deb umid bo'lganda, kasal bo'lganda ham endi o'tib qolgandan keyin boshingga birin-ketin bilinaveradi-da. Bu narsalarni ko'proq Mirzakam yoshligidan yetim bo'lgan, ko'proq bilasiz, onasiz. Endi otasizlik ham qiyin. Ilohim ota-onalarimiz sog' bo'lsin, keyin yuragim eziladi tarixini gapirsam. Kimlargadir tegib ketishi mumkin. Umringiz uzun bo'lsin. Kimlargadir tegmasin. Konsert yaxshi bo'ldi, nihoyatda ko'nglim to'ldi.
ko'nglim to'ldi. Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Nimalar o'ylab o'tirdingiz konsert ko'rayotgan paytingizda? Endi har kuni ham Xurshid Rasulovni volidalari bilan intervyu olish nasib etmaydi-da. Men juda xursandman siz bilan intervyu olayotganimdan. Umringiz uzun bo'lsin. Lavhani ko'rdim, o'sha sahnada ikkalanlarida o'tirgan, juda to'lqinlandim. Umringiz uzun bo'lsin iloyim. Avlodlarga rahmat va sizga rahmat. Endi meni ko'nglim to'lmagan joyi shu xursandchilik kunlarida qaniydi endi otalari bilan birga bo'lib o'tirib, birga baham ko'rib o'tirganimizda. Shu kamchiligim shu bo'ldi. Yaxshi mana o'g'illarim bilan birga ish qilib o'tiribmiz. Xursand bo'lib, nihoyatda ko'nglim to'ldi. Har safar ham jonli ijroda hammani hayratda qoldiradigan qilib beradilar. Albatta. Alloh nasib qilsin, ikki dunyo saodatda aziz bo'lib yursin. Siz ham ballalaringizga bosh bo'lib yuring. Har doim ham ota-onam farzandiga balkim ko'nglidagi gaplar ayta olmasligi mumkin-da. Nima gaplaringiz bor Xurshid Rasulovga? Nimalar uchun ona o'laroq bir minnatdorchilik bildirmoqchisiz? Men bir umrga minnatdorman balamni. Nihoyatda onani nihoyatda ham hurmatini joyiga qo'yadilar. O'z o'rnida nihoyatda hurmatini joyiga qo'yman. Hech qanaqangi noliydigan joyim yo'q o'g'limdan. Xurshid Rasulovni biz endi eng mana bu zo'r paytlarni ko'ryapmiz-da. Ular qiyinchiliklarni ko'rmaganmiz, qanaqadir qiyin kunlarni ko'rmaganmiz, azoblarni ko'rmaganmiz. Faqat o'sha sahnada mega hit qo'shiqlari bilan ko'rib kelyapmiz-da. Ular qanaqa qiyin kunlari bo'lgan, bu kunlarga yetish balkim oson bo'lmagan, uni onasi bilgan, jigarlari bilgan. Bu kunlarga yetish oson bo'lmagan. Bu kishima orqasidan ko'taradigan inson bo'lmagan. O'zlari ko'tarib, shu darajaga mehnat bilan shu darajaga erishishgan. Mehnat bilan, faqat mehnat, kechasi, kunduzini mehnat bilan shu darajaga erishishdi. To'ppa-to'g'ri. Halol mehnat bilan. Qo'shiqlari juda go'zal-da. Qo'shiqlari. Albatta. Vafodor yor deydi. Demak, juft halollari vafodor yor bo'ldilar-da. Go'zal holatda qaynonani ham, qaynotalarda ham, qarindosh urug'larda ham, ayniqsa turmush o'rtog'iga shunaqa chiroyli yordam berib, yonlarida yondosh bo'lib yurdilarki, Xurshidbek bo'lishlik uchun Mahliyo xonim ham juda katta hissasi bor. Ilohim qo'sha qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin, farzandlarini baxti kamoli birgalikda ko'rishsin ilohim. Amin. Rahmat kattakon sizlarga. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar, umrlaringiz uzun bo'lsin. Rahmat Feruzbek. Men sizni ko'rganimdan rosa xursandman. Televizorlarda ko'raman, o'zingizni endi ko'rishim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Yuzlaringizdan nur yog'ilib turibdi. Intervyu qilib xursand bo'ldim. Rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' Aytay desam tilim kuyar, aytmay desam dilim kuyar. Eshitganlarim bor, shayton parvona bo'ldimi, ona begona bo'ldimi, ona begona bo'ldimi. Aytay desam tilim kuyar, aytmay desam dilim kuyar. Eshitganlarim bor, shayton parvona bo'ldim, ona begona bo'ldim, ona begona. Yoring bilan o'sha qadr topgin borgan sari, yoring bilan o'sha qadr topgin borgan sari. Faqat mani surmanari bari afsona bo'ldim, ona begona bo'ldim. Faqat mani surmanari bari afsona bo'ldim, ona begona. Lolaga may to'ldirib gulshanda soqiy muntazir, mas eding kimlar bilan, hushyor eding kimlar bilan. Lolaga may to'ldirib
kimlar bilan hushyor eding to'ppa to'g'ri. Xullas bugun Xurshid Rasulov konsertining 2-kuni nihoyasiga yetyapti. Ko'pincha yoki ba'zi bir hollarda konsert dasturi tugamasdan muxlislar yo'lga ravona bo'lish taraddudida bo'lishadi. Lekin Xurshid Rasulovning konsert dasturidagi oxirgi qo'shiq shunday bo'lishiga qaramasdan deyarli hech kim chiqayotgani yo'q. Haqiqatan ham juda bir sodiq, Xurshid Rasulovni yaxshi ko'rib, sog'inib kelgan muxlislar va ular oxirigacha Xurshid Rasulov bilan birga bo'lish niyatida. Hozir muxlislar oxirgi qo'shiq bo'lishiga qaramasdan nima uchun zalni tark etmayotganligiga qiziqamiz va javobini birgalikda topamiz. Hamma o'yin bilan band ekan o'rtoqlar. Qo'shiq tugadi, konsert tugadi, lekin hamma joyida o'tiribdi. Xullas, konsert dasturi tugagan. Oxirgi qo'shiq aytildi.
lekin yana davom etyapti konsert. Mana boshladik endi. Aka, konsert qanaqa bo'ldi? Zo'r. Bormi? Qayerdan Yaxshi, keldingiz? zo'r. Necha yildan buyon muxlissiz? Xurshid Rasulovga men 15 yildan beri 15 yildan beri Andijon Sharqon tumanidan Aynan shu keldim. konsert uchun keldik. Andijon konsert uchun keldi Xurshid Rasulov konsert. Hozir yana qaytib ketasiz. Endi qaytamiz. Ha. Konsert yoqdimi? Nimadir ola oldingizmi yoki yoqmadimi? Yoqdi, juda zo'r. Juda zo'r. Maza qildik. Necha safardan buyon kelasiz konsertga? Doim kelaman. Doim kelaman. O'tgan yildan farqi bormi? Ancha zo'r. Yana ham bugun undan keyin yaxshi zo'r. Xurshid Rasulovni biz yaxshi ko'ramiz. Muxlisimiz 15. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Qashqadaryodan keldik. Aynan konsert uchun. Aynan konsert uchun Xurshid Rasulovni ko'rish uchun. Gap so'z yo'q, jonli ijro. Kuchiga qoyil, quvvatiga qoyil, farzandi ham zo'r. Gap so'z yo'q, hammasi jonli. Nimadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa ayting. Kamchilik globuslar, svita muzikalarni muxlislarga qaratgan. Atak qo'shig'idan kamchilik yo'q. Zo'r, gapsiz yo'q, davom beradi. Konsertga gap yo'q. Maza qilib eshitdik, ma'nosiga gap yo'q. Hayotiy yoshligimga qaytgim kelib, ko'zlarimdan yoshim oqib, ota-onalarimni eslab, qani endi yosh bo'lib qolsam, ashulaga gap yo'q. Mana shunaqa qo'shiqlar yaratilishi kerak. Ma'nosini qarang, buni ma'nosini chaqqanda, bunda tegida oltin so'zlar, gaplar, hayot, kelib o'tib ketgan hayot, hozirgi hayot, yoshlar o'rdak olish kerak. Gap yo'q. Rahmat. Zo'r. Ishtakamga gap yo'q, umrlari uzoq bo'lsin. Dunyosi ko'paygan gap yo'q. To'xtanglar, kelinglar, gapiringlar. Maza qildik. Umrlar uzoq bo'lsin Allohim. Yana qayta kelishimiz chiqishlarini juda xohlab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat katta. Kimni gapi bor? Rahmat. Fikrlar bo'lsa bemalol. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Bundan ham yaxshiroq, ko'proq konsertlar beraversinlar. Ota bola ikkovlariga ham gap yo'q. Salomat bo'ling. Rahmat. Konsert zo'r bo'ldi. Xurshid Rasulovga omad tilaymiz. Yanada yuksaklarga parvoz qilsin. O'g'illari bilan ikkalasi maza qildik. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hormaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Konsert dasturi yoqdimi? Nima fikrlar bor? Balki e'tirozlar bordir. Voy, Xurshid Rasulov hech qachon e'tiroz bo'lmasa kerak deb o'ylayman. 7 yoshdan 70 yoshgacha maza qilib eshitadi. Mana biz hozir Chust shahardan kelib, mehmon bo'lib ketyapmiz. Mana bular gapsiz ashaddiy muxlislardamiz. Assalomu alaykum. Vodiydan bo'lganligimiz uchun, Xurshid Rasulov vodiyning bulbuli bo'lgani uchun chin yurakdan faxrlanamiz. Ijodlari bundan ham baland cho'qqilarga erishishlarini tilakdoshi bo'lib qolamiz. Hammalarga rahmat. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Kelinglar. Assalomu alaykum. Hormaylar. Konsert dasturi haqida fikrlar bo'lsa. Sizda bo'lsin. Yaxshi bo'ldi, jonli qo'shiqlar bo'ldi. Sog' salomat bo'lsinlar. Biz yaxshi dam oldik. Umrlari uzoq bo'lsin. Shundan artistlar ko'paysin. Xurshid Rasulga rahmat aytamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum, hormaylar. Konsert dasturi qanaqa bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Haqiqiy retro konsert. 30 yillik konsert zo'r bo'ldi. Rahmat hammalarga. 20-25 yil haqidagi qo'shiqlarni eshitib maza qildik. Rahmat, yetkazib qo'yinglar. Maza qildik. Rahmat. Sizlar fikrlar qanaqa? Madaniy xato qildik, rastlab zo'r bo'ldi. Hammamiz rahmat. Omadini bersin hammasi. Rahmat. Konsert zo'r bo'ldi, maza qildik. Bizlar Samarqanddan keldik, Xurshid Rasulga muxlis. Urgutdan. Ha, Samarqand konsert uchun keldik. Spesial maza qildik lekin. Zo'r bo'ldi. Kelinglar. Konsert. Bizlar mana Sharsabizdan keldik. Xurshid aka ajoyib el sevgan san'atkor u kishi haqiqatan san'atlariga qoyil. Salomat bo'lsin. Alaykum assalom. Men ham Sharsabizdan keldim. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim doimo el xizmatiga bo'laversinlar. Umrlari ziyoda.
bo'lsin. Allohim rahmat. Xurshid Rasulov juda yaxshi konsert berdi. Umrlar uzoq bo'lsin, tan-jon sog' bo'lsin. Hamisha shunday bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum. Xurshid Rasulov ashaddiy muxlisimiz. Biz Qoraqta qishlog'imizda ko'p bir avtobus mashinada keldik biz. Ammo lekin zo'r o'tdi, g'azo zo'r ketdi. G'azo o'ynadik, g'azo kulgili bo'ldi. G'azo zo'r bo'ldi. Qaraqtari. Nimaga qarsak chalmayapsizlar? Qarsaklar. Nega yo'q? Qaraqtaringa borib, Qaraqtari ashaddiy muxlislari ko'p. Ey avvalo, g'azo ko'p. Qaraqtariga esalom yutdi, keladi. Muxlislar, Qaraqta ashaddiy muxlislari. Aşağıları vay elele öşeşaklar gözünden gözünden vay elele öşeşaklar gözünden dilallam görmesem dildeki ağam çıktığınız köçeyde görmedim ağam. Salomat bo'linglar. Qartay. Rahmat. Biz siz ham muxlisizmiz Feruz aka, Xurshid akani, Sardor akani muxlisimiz. Ilohim ovoziga ko'z tegmasin. Xalq doim mana shunday qo'llab-quvvatlab, olqishlar ostida bo'lsin. Nima deymiz? Ilohim 100 yoshlarda ham mana shu yerda konsert bersa, mana ota bola kelganmiz Bo'kada. Otam bilan shu konsertga tushish nasib qilsin. Albatta. Rahmat. Salomat bo'linglar. Sardor aka ham konsert bersa, xudo xolasa, uni ham konsert. Assalomu alaykum. O'zga yaxshimisiz, sog'liqmi? Oilaviy muxlislardanmiz. Bu muxlisimiz bizga otamizdan o'tgan. Ota meros dedi-ku, otamiz ham yaxshi ko'ramiz. Hammalarim bilan birga keldik mana Besharoq tumandanmiz. Chin dildan muxlislarimiz. Aynan konsert uchun kelishdi mana. Aylantirib mehmon qildik. Ya'ni dilga yaqin inson bo'ladi, dilga yaqin qo'shiq bo'ladi-yu. Xurshid akani biz dilimizga yaqin olganmiz. Ilohim sanatlariga ko'z tegmasin. Sanatlari bardavom bo'lsin. Ko'p yillar konsert bersin, ko'p yillar biz ham kelib mana shu qatnashish, ko'rish nasib qilsin. Sog'-salomat bo'lsin. Sizga ham rahmat Feruzbek. Salomat bo'linglar. Rahmat kattaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyma-uy yashab charchamang. Alloh quvvat bersin. Hamma artistlarni ko'raman sizni. Rahmat. Charchamang. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rostlaymiz. Bundan ham qizatlar kuchaysin, ovozlarga ovoz qo'shilsin. Katta rahmat shunchalar qilib Assalomu alaykum. muxlislarimiz assalomu alaykum. Omad farzandlariga omad. Biz Xorazmdan kelganmiz. Rosa muxlislarimiz, oilamiz bilan hurmat qilamiz. Xorazmda ham ko'p Xurshid Rasulov. Ha, rosa ko'p. Hurmat qilishadi hammasi. Rahmat, omad, sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat kattaga. Farg'onadan kelganlar ham bor. Albatta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ham ishlaringizga rivoj. Rahmat. Xurshid akam ham san'atiga san'at qo'shilsin. Aytganingiz kelsin. Bu yog'i zo'r bo'laversin. Konsert dasturi yaxshi bo'ldimi? Barcha zo'r. Birov yomonlamayapti-da. Ko'ngildagidek. Zo'r. Yomonlaysizmi? Yo'q, yomonlamayapmiz. Yaxshi, zo'r, chiroyli o'tdi. Ishlariga rivoj. Bundan-da ziyoda bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Omadini bersin Xurshid Rasulov. Dilnoza Kubayeva ham keyingi konsertlarda ham mana shunday yo'l o'tdi. Ikkalasi Feruza G'ofur ham chiqarsin. Albatta. Assalomu alaykum. Sizlarni qanday Rahmat. Konsert zo'r bo'ldi. Xurshid Rasulov biz Qo'qondanmiz. Qo'qondan birga keldik. Ashaddiy maza qilib dam oldi. Siz ishlaringizga omad, hamisha rivoj tilayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdan keldingiz? Andijon viloyati Zibosyan tumanidanman. Ataylab konsert uchun. Ha, ataylab har yili kelaman Xurshid konsertiga. Mazza qildik oma bugun. Yoqmagan jihatlari bo'ldimi? Yoqmagan jihati bo'lmaydi ham undan keyin. Go'zal, hammasi jonli, hammasi joyida, erkakcha hamma yo'q. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Muhammad, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Samarqand viloyati Ushton tumanidan keldik. Biz ham muxlisimiz. Erinmagan ekansizlar-da. Ha, juda ham zo'r bo'ldi konsert. Bundan keyin ham yaxshi bo'lsin. Hamisha kelaverak, konsertlar davom bo'lsin. Xurshid Rasulovda ashaddiy muxlisimiz. Qashqadaryo Qamash tumanidan tashrif buyurdik. Xudo xolasa keyingi yil konsert dasturlariga kelish nasib qilsin. Va og'ayni bilan keldik. Dastur juda qiziq bo'ldi, juda uzoq mazza qildi. Rahmat. Sog' bo'lsin, umr uzoq bo'lsin. Hamisha muxlislar ko'p davom etsin qo'shiq. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Juda chiroyli konsert bo'ldi. Gap yo'q. Bu ham. Juda chiroyli bo'ldi konsert. Ming rahmat. Tashakkurlar uchun. Salomat bo'ling. Rahmat. Endi rasmga. Xo'p. Mana shu konsertga va siz ijro etadigan qo'shiqdan avval bir dilbar she'r o'qimoqchiman. Albatta yigitlar menga yordam berishsin. Sahrolardan keldim. Cho'llardan keldim. Ko'p uzoq, ko'p qadim yo'llardan keldim. Qaynashdim.
mehr ko'rgazsin. Mehribonlik qil. Buncha ham berahm, zolim odamlar, bunchalar zalvorli og'ir qadamlar. Judayam keraksan, jonim, shu damlar. Menga mehr ko'rgazsin. Mehribonlik qil. Bu issiq yozlarda sovqotdim juda. Nahotki hammasi bekor, behuda. O'zingni uyg'otgin, g'aflat uyquda. Menga mehr ko'rgazsin. Mehribonlik qil. 30 yilki yo'lim tugamadi hech. Men o'ldim, bu o'lim tugamadi hech. Bugun erta bo'lmasidan kech. Menga mehr ko'rgazsin. Mehribonlik qil. Ilohiy suralar o'qib kelganman. Tillodan zanjirlar to'qib kelganman. Seni deb jannatdan chiqib kelganman. Menga mehr ko'rgazsin. Mehribonlik qil. Guljamol Asqarova she'ri. Qaysi dasturingizda qanaqadir bir texnik muammolar bo'lgan? Juda texnik bo'lmagan. Endi manja unaqali texnik-behniga qaramayman, bor-borcha aytib ham ketaveraman. Masalan, bir joyga borsangiz, bir narsa ishlamasa yo ishlamayapti demaysiz, ilojini boricha baribir aytib ketiladi qo'ldan kelganicha. Xo'p, hozirgi misol uchun baribir ovoz yetkazib berish ko'p narsaga bog'liq-da, texnikalar. Avvalgi deylik bir bundan bir 20 yil burun ham jonli ijroda konsertlar bergansiz. O'sha ilk panoramada konsertlar bergansiz. O'sha imkoniyat bilan hozirgi texnik imkoniyatlar qanaqa? Zo'r, o'sha davrda ham zo'r bo'lgan, hozir ham zo'r. Yildan yilga baribir zo'r bo'lib boraveradi. Masalan, 30 yil oldin 100 kilovat apparat bilan konsertlar o'tib ketgan. 100 kilovat yoki 200. Hozir mana 20-30 kilovatlab. To'g'rimi? 100 voltli apparat bilan demoqchidim, 100 kilovat. 100 voltli apparat bilan to'y o'tgan, 100 volt. Hozir kilovat, 20-50 kilovatli apparatlar bu yerda turibdi, konsert qo'yiladi. Bundan menimcha u bahona u. Hali apparat boshqa, bu boshqa deydi-yu, yo inson o'zi ham harakat ham qilish kerak-da. U apparat u, biz insonmiz, u apparatdan ko'ra deb o'ylayman, biz aqlimiz butunroq, o'sha ishlashimizga bog'liq deyman-da. To'g'ri. Konsertlaringizdagi eng esdan chiqmaydigan muxlis. Muxlis? Shunaqa ajralib turadigani bo'ladimi? Yo'q, ko'p mana kelganlarning ichida ajralib turadiganlar, shunday zalda o'tirganda bunday qarab tanib olasiz-da. O'sha aytdingiz-ku, u qaysi bir masalan, qaysi qayerdan qaysi kim bu nechinchi yilda muxlis bo'lgan, baribir o'sha bilasiz hammasini. Ayol kishi bilan, erkak kishi bilan, shular bilan yashayapmiz-da. Hozirgina bitta ayol bilan intervyu qildim. Bugun ikkinchi kun, kecha ham intervyu qildim, bugun ikkinchi kun kelyapman deydilar. Men davolanaman deyaptilar-da. Bu katta gap aslida. To'g'ri. Xo'p, har gal konsert kuni boshlangan paytda xayolingizdan nimalar o'tadi? Hali boshlanmasdan turib. Hayajon bo'ladi. To chiqib xalq bilan hali muloqot qilib, sekin joyiga tushib olguncha baribir yarim soat o'tadi. Keyin sekin xalq ham sizga ko'nikasiz, siz ham o'sha muhitga ko'nikasizda. Hali aytganimizdek, har kungi kunda har xil bo'ladi-da konsert. Masalan, kecha konsert boshqacha bo'lgan. Bugungi boshqacha, ertagali boshqacha. Mana shuni agar fonogramma bo'lsa, har kuni bir xil bo'ladi, iloji yo'q-da. Konsert tugagandan keyin shu dasturni zo'r o'tgani, muvaffaqiyatli o'tganidan keyin ko'ngilingizdan nimalar o'tadi? Va qaysidir bir dasturlarda va shunaqa zo'r bo'ldi deb bir ko'zingizga yosh kelgan paytlar bo'lganmi? Endi konsert o'tgandan keyin baribir Xudoga shukr deysiz-da, nimaga odamlar maza qilib rahmat aytib ketganini o'zi zo'r o'tganida shu. Rahmat degani, maza qildik deganini o'zi menimcha eng zo'ri shu bo'lsa kerak-da san'atkor uchun. Har bir kasb egasi ham o'zini qilgan nimasidan baribir xursand bo'ladi. Bir joyga bir borsangiz, bir oshpaz yaxshi ovqat qilsa, rahmat desa, hali oshpaz voy shunday maza qilib yuboradi. Bizga ham rahmat, maza qildi desa, o'sha bizni maza qilganimiz san'atkorlarni shu-da endi. Orzusi ham shu har bir insonda. O'g'lingizni chiqishlaridan qay darajada ko'nglingiz to'ldi?
uni men aytolmayman, uni muxlislar aytadi. Men o'zim uchun ko'nglim to'laveradi, lekin muxlislarni bahoni muxlislar beradi. Qanday xatolari bo'ldi xo'p Sardor Bey? Bugunmi? Yo'q, o'zi 3 kunda ham. Yo, endi xato qilmaslikka harakat qilgan. Sababi bu mehnat qilingan. 1 oy, 1,5 oy, 2 oylab ovozini ham sozlagan, o'zini ustida ham ishlagan. Bu bunday kelib turib sahnaga chiqib qo'shiq aytib ketayotgani yo'q. Hali aytganimdek, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi. Baribir bu ozmi ko'pmi, baribir o'sha meni ham darsimni olyapti, qolaversa sozandalar bilan ham ishlayapti, baribir meni o'ylashim bo'yicha 100% bo'lmasa ham 70-80% baribir to'g'ri ish qildi deyman. 31 yoshli Xurshid Rasulov bilan 31 yoshli Sardor Rasulovni yo'q, uni tenglashtirib bo'lmaydi. Bizni ko'pchilik o'zi san'atkorni farzand san'atkor bo'lsa, u ota bolani solishtiradi. O aqlga sig'dirib bo'lmaydigan narsada. Agar u balkim meni o'g'lim bo'lmasa, voy ana Sardor, masalan, men qo'shig'imni aytishni bilmaydigan aytsam, voy zo'r aytyapti deydi, ko'rdingizmi? Mana shunaqa bo'ladi-da. Shuning uchun masalan, Sherali Jo'rayev bilan o'g'lini solishtira olmaysiz. Yoki Oxinjon Madaliyev bilan ularning farzandi yoki Ravshan Komilov farzandlari bilan bularni ustoz Orta Otajonov farzandlari bilan ulug'bek yo'q, hammasini o'zini o'rni bor. Har bir insonda o'zini o'rni bor, o'zini yo'li bor baribir farzandlarini ham. To'ppa-to'g'ri. Bugun mana Xurshid Beyni konsertlari ekan. Xurshid Beyni konsertlari bahona, mana she'rxonlik qilyapmiz. Albatta o'z muxlislarini topadi deb umidim shak shubhasiz. Xurshidbek Rasulovga degan she'rim bor ekan kitobda. Xurshidbek Rasulovga bag'ishlangan she'rni o'qib beray. Dildan chiqsa chinqirmas ovoz, maysani ham sindirmas ovoz. Xonishlarim dardlarimga mos, mashhurlarga balki o'xshamas. O'z yo'limdan adashmasam bas. Bu san'atning noni ham qattiq, san'atkorning joni ham qattiq. Baho bermang mehrdan ortiq, mashhurlarga balki o'xshamas. O'z yo'limdan adashmasam bas. Kimda hasad, kim aylar qadr, barchasiga topganmiz sabr. Xudo ravo ko'rgani shudir, mashhurlarga balki o'xshamas. O'z yo'limdan adashmasam bas. Faqir bo'lib panaladik sal, goh davrada tegmay qoldi gal. O'ychimasman, ishim tavakkal, mashhurlarga balki o'xshamas. O'z yo'limdan adashmasam bas. Chumoliga yo'q menda ozor, qo'llab tursa haq parvardigor. Sizdek aziz muxlislarim bor, mashhurlarga balki o'xshamas. O'z yo'limdan adashmasam bas. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Bo'lar endi. Yana bitta shu bilan ana duelimiz o'z nihoyasiga yetadi, she'riy duel. Qo'lim teksa so'ladiganday, gulumsan-u quchib bo'lmaydi. Kechsam bir gap bo'ladiganday, nega sendan kechib bo'lmaydi. Ko'zim yumsam ko'zlaring aksi jilolanar parilar raqsi. Yaxshimiding? Shunchalar yaxshi.
nega sendan kechib bo'lmaydi. Kechib ketsam sahroga, qirga, osmon qulab tusharmi yerga, birga bo'la olmasak birga, nega sendan kechib bo'lmaydi. Yuragingga solmoqqa g'uluv, kechaman deb ant ichdim suluv, qasamlardan kechish mumkinu, nega sendan kechib bo'lmaydi. Sevging zo'rmi, sehring zo'rmi ontu qasamdan, qaytarmay tur shashtu sazamdan, juda oson kechding azamdan, nega sendan kechib bo'lmaydi. Shu joyga shuni tarixini aytib berish kerak-da. Xurshid akamni Maksim Gorkidagi dom bor-ku. Shu yerda o'tirib shu temani aytdi. Kim bilsam bu o'zimizda sevimli shoiramiz Guljamol Asqarovaniki ekan. Shu Radif endi uni bilmagandan keyin hali qo'shiqchi aytib bergan nima bo'yicha, g'oya bo'yicha yozilaveradi ki undan gap eshitib qolishingni bilmaysan-da, lekin u endi qanaqa yozgan, uni o'qilmagan, o'zing dunyoda yozaverasan, lekin bu she'rda o'sha keling Guljamol xonniki deylik. Ha, ayollarga haligi shunchalik she'r yozganiga uni haligi yurak kerak-da, qiz bolaga she'r yozish qiyin. Aka, haligi o'g'il bola uyalmaydi. She'r ham qandaydir bir minutdagi narsalarda ayamay aytilsa she'r bo'ladi-da. Rahmat singlimizga, muxlislarini baxtiga, oilasini baxtiga sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Mirzo aka, endi shoirlarda ham menimcha shu tuyg'u bo'lsa kerak, bir go'zal she'r eshitsa, qaniydi shu she'r meniki bo'lsa edi yoki meni dardimni kuylabdi, meni ichim ekan, meni yuragim ekan deyish mumkin-da. Azam Mahmudning ijodidagi qaysi she'rni qaniydi meniki bo'lsa edi, qaniydi shu misralar o'zim yozsa edim degan bir havas yoki vaqt meni yuragimni yozibdi degan o'ylanmasdan gapiraman, uzoqlashib ketyapmiz. Birinchi eshitganimdayoq juda ham bir ko'nglimga yaqin satrlar, juda ham xuddi men qachon men yozib qo'ygandek tuyular har qanday odamman. Chunki o'sha hammaning tilini uchida, dilida turgan. Endi ko'pchilik shunaqa bir ariqdan suv ichganmiz. Bir ariqdan suv ichganmiz, shuning uchun o'shanaqa. Endi xuddi shu savol sizga. Mirzo akani qaysi she'rini juda ham bir yaxshi ko'rasiz? Kenji o'g'il. Kenji o'g'il. Yoddan bilasizmi? Yoddan bilaman, endi adashib qolishim mumkin. Keyin she'rni buzish yomon-da. Ha, to'g'ri. Yana qaysi she'rni meni ko'nglim, Malikamni o'zi hammasini yaxshi ko'raman. Qo'shiq bo'lganlarini, ayniqsa endi buni hamki, misol Xurshid Rasulov aytganda yaxshi ko'raman-da. Mirzo akamning she'rini boshqalar unaqa ayta olmaydi. Meni she'rimni ham ayta olmaydi. Bu hali boshqa qo'shiqchilarga tegmasin. Qolgan qo'shiqchilar ham zo'r aytganlar. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Endi qandaydir odamda bir ko'ngli bir-biriga tushib qoladimi? Misolda haligi qo'shiqlaringizda bir haligi yalla deydimi, bugungi zamonaviy nimada aytadi. U zo'r qo'shiq bo'lishi mumkin, bir nima deydi, hit bo'ladi, lekin 3 oy, 4 oydan keyin yashamaydi-da. Mana Malikam necha yil bo'ldi yashayapti. Yoshimga qaytgim keladilar ham yashayapti. Menimcha 50 yildan keyin ham yoshlar qarib qolganda yana qaytgisi kelib aytaveradi. Yildan yilga yasharyapti bu qo'shiqlar. Ikkalalaringiz ham yozgan she'rlar va Xurshid akam tarafdan kuylangan qo'shiqlar yildan yilga yasharyapti. To'ppa-to'g'ri. Kecha ham uni o'zini tasdig'ini topdik, mana bugun topyapmiz. Zal to'la hamma birgalikda qo'shilib kuylayapti. Biz qarayapmiz, u yasharmasa bo'lmaydi. To'ppa-to'g'ri. Doim aytaman, haligi qo'shiqni, she'rni, shoir yashab she'rini o'lishi bu fojia-da shoir uchun. Endi kecha Xurshidbekka hazillashib aytdim, mana shu yerda nevara muxlislar ham o'tiribdi-da, misol uchun qaraganda. Bu juda katta baxt. Mana shunday baxtga sazovor qilgan Qodir egamga har doim biz nima deymiz, shukr qilamiz. Juda endi ijodiy, boshqa ijodiy yo'nalishdagi do'stlarimiz ham ko'p. Ularni ham hali gul ko'p, chaman ko'p, nima deydi, hidi bo'lak dedi-yu. Shunday atri bo'lak, chaman ko'p, atri bo'lak. Shuning uchun o'sha bir shiorimiz bor edi. O'sha boshidan Xurshidbek o'sha jonli aytib kelishgan, harakat qilishgan.
jonli ijroni joni borlar aytadi. Elda chin hofiz degan nomi borlar aytadi. Deganimizdek o'sha jonli ijrochilarda qo'shiqlarimiz, she'rlarimiz yashayotgandan juda xursandmiz. Bu shoir bilan hofiz bu qo'shiqning ikkita qanoti. Hech qachon bir-birisiz mukammal bo'lmaydi. Afsuski shuni tushunmaydigan xonandalar ko'p. Shuni tushunmaydigan insonlar afsuski ko'p. Rahmat. Kimga yoqsin, yoqmasin. So'zim og'ir botmasin. Bu dunyoda hech qachon erini xotin boqmasin. Kelganda ham qiyomat erini xotin boqmasin. Yor dilin yor chaqmasin. Shundan Xudo saqlasin. Bu dunyoda hech qachon erini xotin boqmasin. Oralamay qolsin quyosh. Oy o'rniga chiqsin bosh. Boshlar oyoq, oyoq bosh. Erini xotin boqmasin. Kimga yoqsin, yoqmasin. So'zim og'ir botmasin. Bu dunyoda hech qachon ilohim erini xotin boqmasin. Kelganda ham qiyomat, amin, erini xotin boqmasin. Xo'p, hali ham aytib o'tdim-ku, Isroil aka bugun boshqacha bir jonbozlik bilan yugurib, endi bari to'y boshidagi insonda yugurib harakat qildilar va mana konsert tugadi va soat tungi 11. Hamma ketib bo'ldi. Lekin yoningizda turibdilar. Sizni bu konsert dasturi nimalari bilan yodingizda qolyapti? Muxlislar bilan. Avvalambor. San'atkor eng payzini ham beradigan, san'atkor ijodiga yana ijod keltiradigan muxlisdir. Muxlis shunaqa narsaki, san'atkori ikkita narsa bilan yo tushiradi yo ko'tarib qo'yadi. Bu qarsak. Agar yaxshi qarsak chalsa, siz demak olqish oldingiz. Yomon qarsak chalsa, sahnani tashlash kerak bo'ladi. Mana bugungi 3 kundan beri kelayotgan muxlisni ko'rib men hayron qolmanman-da. Bu shuncha kilometrdan, shuncha uzoqlikdan kelishyapti atilab. Bularga katta rahmat. Shunchalik mana 30 yildan beri hammasi shularni yoddan biladi. O'tirgan bo'lsangiz, eshitayotgan bo'lsangiz, men bugun o'zi atilab konsert ko'rdim. Hammasi ashula aytib, so'zlarni bilib, hattoki shu o'tirgan joyda palon shularni ayting, piston shularni. Nima uncha shularni aytib bo'lmaydi, bu 30 yillik ijod, katta ijod bu. Haqiqatda o'sha terilib hali ham mindan biri bo'lgan narsa-da bu. Hozir endi mana keyingi konsertlarda haligi qilgan kamchiliklaringizni baribir yana nimaga qilasiz, nima ashulalar aytishga yana qo'shasiz, falon so'ragan ashularsini ayta olmagan bo'lsa, keyingi repertuarlarda shu narsa qo'shiladi, xudo xolasa. Shu kelgan muxlislarga katta rahmat. Shunchalik o'zini vaqtini ayamasdan mana hozir haqiqatda 11 bo'ldi. 7:30da boshlangan bo'lsa 3 soatda shu konsert bo'ldi. Hech kim ketib qolgani yo'q. Shuncha qoyil qolish kerak birinchidan. Chunki bir xillarni o'tirganlarni asab chidamaydi. Agar u muxlis bo'lmasa, muxlis bo'lmaganda 1 soatdan keyin chiqib ketib qoladi. Mana 3 soat o'tirib, mana qanchadan uzoq yo'ldan kelib, yana hozir yuvishib uzoq yo'lga ketishadi. Katta rahmat shu muxlislarga. Biz mana qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Yana bitta narsani bu ko'p so'radingiz-ku. Bu bizani xalqlar do'stligi ansambli solisti bo'ladi. Shu yerda mana turgan yigitlar, bizani mana muzikantlarimiz hammasi qo'llab-quvvatlashga kelishgan. Mana Dilshod, boshqa yigitlarimiz Sobir, mana hammasi shu nechida kelgan bo'lsa, mana hamma shu yerda. Biz ham shu
qanchalik bizani ansamblimiz musiqasi bo'ladimi, solisti bo'ladimi, harakat qilamizki, faqat yuqoriga ko'tarishga. Bitta jamoasizlar. Bitta jamoamiz. Juda bir ino jamoamiz. Shuning uchun mana ko'p gastrollarimiz bor oldinda, mana yaqinda borib keldik Amerikaga. Juda muvaffaqiyatli dastur bo'ldi deb ovozlar. Juda, chunki u shundoq bo'ldiki, Amerikada shu statiyalar chiqib ketdi, o'zbeklar bizani lol qoldirdi degan statiya chiqib ketdi. O'sha ozodlik radiosi ham, haligi Amerikaga yo'lisi ham, boshqasi ham hammasilik chiqadiganlar faqat yaxshilab, juda ko'tarinki ruhda ko'tarib chiqdi. Biz ham qo'limizdan kelgancha o'sha yerda xizmat qilib, shularni ko'ynoq, hattoki shundoq bo'ldiki, u konsertni zalga shu bir san'atkormi yillab navbatda turadi konsert qilishga. 3 yilmi, 5 yilmi shunaqa bir yilda 3 millionta nima kelar ekan, xalq kelib, 300 tadan oshiq konsert, 300 ta emas, 2000 ta konsert bo'lar ekan. Bir yilda. Bir yilda. U juda katta natijada o'tdi. Undan keyin bizga shunaqa bo'lib qoldiki, u konsertni zal bir kun qolganda prezidentiga o'tdi, Trampga. Trampni konsertni zalida birinchi bo'lib biz o'zbeklar konsert qildik. Keyin o'sha konsertdan keyin oldin bizga ishonmagan o'sha eng katta menejerlari yugurib kelib, quchoqlab, gullar olib kelib, podarkalar berib, endi sizlar navbatda turmaysizlar deb ana o'shaning o'zida bizga kuzga taklif berishgan, sentyabrga. Xudo xolasa mana unga boshqacha tayyorgarlik qilyapmiz. Hozir Yevropamiz bor iyunda. Unga tayyorgarlik qilyapmiz. Yil oxirigacha to'lbaga. Chunki butun dunyo bo'yicha bu tur. Mana Dilshod Sotda sentyabrdan to shu aprelgacha 15 ta davlatga bo'lamiz biz. 30 tadan oshiq konsert qo'yildi. Yana ijodimiz katta, mana Xurshid Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana asosiy keyingi bizani asosiy ko'p repertuarlarimiz vatandoshlarimizga bo'ladi. Xudo xolasa shoirga iltimos qildim men. Shu vatandoshlarimizga bitta yaxshi qo'shiq qilib bering. Shu yerda mehnat qilayotgan qaysi sohasi bo'lmasin, hammasini qo'shib, chunki vatandoshlarimiz o'sha yerda bo'lsa ham yuragi shu yerda. Albatta. Biz harakat qilamiz, qo'limizdan kelgancha o'shalarni borib ko'nglini olishga. To'g'rimi, Qo'pis? Xudo xolasa, amin. Aytganlaringiz. Men aytdim, keyingi safar shoirni ham olib ketaman. Vatandoshlarga bir chiroyli she'rlarni o'qib, ha? Rahmat. Bizlar aylanib keladi. Sostavga qo'shilasiz, Xudo xolasa.